Bugun sizlarga O'zbekiston tarixidagi eng muhim va hashamatli me'moriy obidalardan biri Xudoyorxon o'rdasi haqida umumiy va batafsil ma'lumot beramiz. Bu saroy Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida joylashgan bo'lib, Qo'qon xonligining siyosiy markazi hisoblangan. Saroy 1873-1873 yillarda Qo'qon xoni Xudoyorxon tomonidan qurdirilgan. Bu o'rdani o'z qudrati va davlat boyligini namoyish qilish maqsadida barpo ettirgan. Dastlab saroy 7 ta hovli va 100 dan ortiq xonadan iborat bo'lgan. Bu baland tepalik ustiga qurilganligi sababli uzoqdan ham juda salobatli ko'rinadi. Hozirgi kunda esa uning bir qismi saqlanib qolgan. Me'morchilik jihatidan saroy sharq uslubining yorqin namunasi hisoblanadi. Uning baland peshtoqi rang-barang koshinlari bilan bezatilgan. Ko'k, sariq va oq ranglar uyg'unligi binoga o'zgacha go'zallik beradi. Ichki qismida esa ganj o'ynak o'rniga yog'och bezaklar, murakkab geometrik va o'simliksimon naqshlar mavjud. Har bir xona o'ziga xos uslubda bezatilgan. Saroy ichida taxt zali, devonxona, xonning shaxsiy xonalari va ibodat joylari mavjud. Taxt zalida xon rasmiy mehmonlarni qabul qilgan va muhim davlat qarorlarini qabul qilgan. 1876 yilda Qo'qon xonligi tugatilgach, saroy o'z siyosiy ahamiyatini yo'qotgan. Hozirgi kunda esa u muzey sifatida faoliyat yuritadi. Muzey ichida Qo'qon xonligi davriga oid ko'plab eksponatlar saqlanadi, jumladan xon taxti, qadimiy qilich va hanjarlar, tarixiy hujjatlar, eski tangalar, uy-ro'zg'or buyumlari hamda milliy kiyimlar namoyish etiladi. Milliy kiyimlar o'sha davr madaniyati va ijtimoiy hayotini aks ettiradi. Xonlar zarbof choponlar, qimmatbaho kamar va sallalar kiyishgan. Ayollar atlas va atras matodan ko'ylaklar, kamzul va ro'mol taqarlar. Oddiy xalq esa paxta yoki ipak matodan tikilgan sodda chopon va do'q kiygan. Kiyimlar orqali insonning jamiyatdagi mavqei ham bilinib turgan. Bugungi kunda Xudoyorxon o'rdasi nafaqat tarixiy obida, balki mashhur sayyohlik maskani hamdir. Har yili bu yerga O'zbekistonning turli hududlaridan hamda xorijiy davlatlardan ko'plab turistlar tashrif buyuradi. Sayyohlar saroyning nafis me'morchiligini, qadimiy eksponatlarini va milliy madaniyat namunalari bilan tanishadilar. Ayniqsa rang-barang koshinlar va ulkan peshtoq turistlarda katta taassurot qoldiradi. Bu maskan Qo'qon shahrining eng muhim ramzlaridan biri hisoblanadi.